Obunachilar hammaga salom. Men aytdim shu futbolni aytaman. Men FIFA Mobile o'ynayapman. Shu joyda video to'xtalmaydi. U necha minutdir olaman sizlar uchun. Agar ko'p obuna bo'lib qo'ysanglar, men shu o'yinning ikkinchi qismini chiqazaman, ko'proq chiqazaman. Hozircha men hali men soat kechki payt shuni o'ynayapman. Mana shu soatda. Obunachilar keyingi safar zo'r bo'ladi-da. Wi-Fi ketib qoldi qadar. Mana shu yerda esa sekin ishlayapti bu Wi-Fi. Hozircha biz nima olarkanmiz, qanaqa komandaligini bilasizlar. Men o'zim aytaman. Hozir ochguncha pauza qilib turaman va hamma pauzada tursin. Va nihoyat obunachilar pauzadan chiqdi. Mana endi kutib o'tirmaymiz. Endi men komanda tanlashimga vaqt ketadi. Unga esa 3 soat ketadi. 3 soat ichida qidiraman deb o'ylaysizlar. Aldadim. Bu prank edi. Oho. FIFA Mobile boshlanishi zo'r. Hozircha biz mana shu o'yinda legenda bo'lishimiz kerak. Wow, ovozi ham zo'r. Obunachilar sal ovozi baland bo'lib ketdi. Ovozi sizlarga yoqgan bo'lsa aytinglar. Aziz obunachilar, bu ham 5 soat tashlashdi. Bilan bir men qaysi komandam shunda? FIFA Mobile Gono komanda tanlayman-da. Hozir men bitta komanda tanlashim kerak. To'g'rimi obunachilar? Ovozi legenda ekan. Qanaqa komanda bo'lsa bo'ladi shunda? Nima? Hozir men Ungacha 5 soat ketadi. Shuni qidirishga obunachilar. Bittasi mana O'zbekistonni tanlaymiz. Shu joyda O'zbekiston borlik. Fayzullayev bor unda. Ungacha men bu nomini Gojo deb yozib qo'yaman. Pastga chiziqcha, bolacha, yetta deb yozib qo'yaman. Keyin meni qo'shilmanglar. Obunachilar, shuni ko'ryapsizlar. O'zbekiston bo'lish zo'rda obunachilar. Men ungacha pauza qilaman, o'yin boshlangandan keyin boshlaymiz. Obunachilar, mana eng zo'r futbolistlar oldim. Sani ham bor. Men kimgadir o'ynayapman shu joyda. Shuningdek klub bor ekan. Klubimni voy bu qanaqa bir balolarni qo'yib tashlashibdi. Endi 5 soat yana kutaman.
Ungacha yana pauza. Anaqa sekin pauzadan chiqyapmiz. Hozir o'chmoqda. Ovoz zo'r ekan, hammaga yoqadi. Zo'r ovoz ekan. Endi qachon ochishini bilmayman. O'ylab ko'rish kerak. Kimga Wi-Fi gilandim hozir. Ay, qachon ochadi bu ham. Oho. Mayli obunachilar. Ochmayotgan bo'lishyapti. Buni qo'y. Ana sanıfta kişi yapılıyor. Kanı. Nega faydalı deyildi. Şamları yapıyor. Ularni ana to'g'rilasa bo'larmi? Ikkalasini almashtir. Mayli ekan. Mani komandam yaxshi. Endi ungacha pauza bo'lmaydi. Argentinaga qarshi O'zbekiston. Ana kim yutadi? Kim yutishini xohlaysizlar obunachilar? Kommentariyaga qoldiringlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Kim yutishini bilasizlar obunachilar? O'zbekistonmi yoki Argentinami? Kommentariyaga yozib qoldiringlar va keyingi qismni chiqazaman. Hozircha bu ochib olguncha keyin o'ynashimizni ko'rsataman. Keyin boshlaymiz. Mana nihoyat obunachilar. Olmasallam. Mana endi o'yin boshlanyapti. Va nihoyatda mashq o'chig'im yo'qotib qo'yish kerak. Hozircha 100% o'ynab bo'lyapti. Kimga futbol yoqayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi qism o'tkazarmisizlar. O'zbekiston ishini xohlaysizlarmi yoki boshqa davlatlarni? O'zbekiston bo'lsa obuna, like, comment. Agar har xil hamma davlat bo'lsa, hammasini deb yozib qoldiringlar. Hozircha biz Benzema bor chekib, Benzemaga o'tish qiyin. Lekin menga Benzema ozgina yoqmaydi deb o'ylayman. Lekin bular nimaga qo'yib qo'ydi bularni chempionligi? Endi yana bir pas kutasizlar obunachilar. Yana pauzadan qo'yib qo'yaman. Obunachilar yana hayot futbol boshlandi. Mana hayotda buni obunachilar hozircha men kimga bersam ekan deb o'ylayman. Hozircha udar qila olmayman. Voy, chiqib ketdi. Argentinaga o'ynash qiyin ekan. Argentina voy, kimga beryapti? Kimga beryapsan, ha? Shomurodov ketdi, ana Husanov gol tiqadi. 0-0 ga yetishimiz mumkin. Hozircha 1 bo'libdi. Nimagadir bilmayman. Lekin Abdu Husanov aldash qiyin.
Bundan chiqdi. Endi nima? Qaqqa tepdimi? Oho. Husanov. Voy. Bruno Götze obunachilar va nihoyat hamma biz kubok oldik. Kimga yoqgan bo'lsa kommentariy yozib qoldirsin, obuna va like bosib qo'yinglar. Keyingi qismni o'tkazolmanglar. Keyingi qism chiqishini xohlasanglar, ikkinchi qismda kommentariy yozib, yurakchani yozib qo'yasizlar va hammaga xayr obunachilar.